7. Bab. Bir kuni Yerusalimdan kelgan ba'zi parisilar va Tavrat ustozlari Hazreti Aysoning cho'rsiga yig'ildi. Ular Hazreti Aysoning shogirdlari ichida ba'zilarining tomoqdan burun qo'l yuvish diniy qoidasini ado qilmayla tomoq yeyotganligini ko'rdi. Parisilar, jumladan butun yahudiylar, ajdodlarining an'anasi bo'yicha qo'llarini pokiz yumay turib tomoq yemaydi. Shuningdek, bozordan olgan narsalarni yumay yemaydi. Uningdan boshqa qadah, cho'gin va mis qochlarni yuvish to'g'risidami bir muncha an'analarga rioya qiladi. Parisilar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysodan: "Shogirdlaring nemishqa ajdodlarimizning an'analariga rioya qilmaydi? Nemishqa napoq qo'llari bilan tomoq yeydi?" deb so'rashdi. Hazrati Ayso ularga mundaq javob berdi: "Xudo Yashaya payg'ambar orqali oldin aytgan bunu so'zlar sizlar soxtipazlarga nima degan mos keladi ha? Uning yozmasida mundaq yozilgan: Bu xalq meni og'zida hurmatlaydi, lekin qalbi mendan yiroq. Manga qilgan ibodati behudadir. Chunki o'rgatganlari Xudoning amrlari emas, balki o'zlari chiqarib olgan fatvolardir. Sizlar Xudoning amrini bir yoqqa qo'yib qo'yib, insonlarning an'anasiga islib oldi ekansizlar." Hazrati Ayso ularga yana mundaq dedi: "O'z an'ananglarni saqlab qolish uchun Xudoning amrlarini bir yoqqa qo'yib qo'yishda nemancha ustulik qilsizlar. Muso payg'ambar ota-onangni hurmat qil va otasi yoki onasini haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb buyurgan. Lekin sizlar ota-onasiga mendan oldigan butun moddiy yordamlarni qurbon qildim, ya'ni Xudoga otvatdim desa, u odam o'z ota-onasining holdan xabar olmasimi bo'ladi deb o'gitsizlar. Shunda qilib avloddan avlodgacha davomlashtirib kelgan an'analarni deb Xudoning amrini yo'qqa chiqarsizlar. Sizlar bundaq ishlarni ko'p qilasizlar." Hazrati Ayso xaloyiqni yana yeniga chaqirib ularga: "Hammanglar so'zimga quloq selinglar va shuni tushuninglarki, insonning sirtidan ichi kiradigan narsalarning hech qandig'i uni napoq qilmaydi. Insonni napoq qildig'ini insonning ichidan chiqadig'idir. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar" dedi. Hazrati Ayso xaloyiqdan ayrilib uyga kirganda, shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nosini so'rdi. Hazrati Ayso ularga: "Sizlarmi texchi tushunmayotgamsizlar? Sirtdan insonning ichiga kiradigan har qanday narsaning uni napoq qilmaydiganligini tushunmamsizlar? Sirtdan kirgan narsa insonning qalbiga emas, oshqozoniga boradi. U yerdan tarat bo'lib chiqib ketadi" dedi. Hazrati Ayso bu so'zlar orqali yemeklarning hammasining halol ekanligini bildirgan edi. Hazrati Ayso so'zini davomlashtirib mundaq dedi: "İnsonni napoq qildig'ini insonning ishidan chiqadig'idir. Chunki yomon niyat, jinsiy axloqsizlik, o'g'rilik, qotillik, zinaxo'rlik, oshko'zlik, yomonlik, hiylagarlik, shahvoniylik, hasadxo'rlik, tuhmatxo'rlik, takabburlik va hamoqatliklar insonning ichidan, ya'ni qalbidan chiqadi. Bu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, insonni napoq qiladi." Hazrati Ayso u yerdan ayrilib, Tir shahrining atrofidagi rayonlarga bordi. U yerda bir uyga kirdi. Aslida u buni hech kimning bilishini xohlamagan bo'lsa-mu, lekin yoshira olmadi. Jin takkan kichkina bir qizning onasi Hazrati Ayso to'g'risidagi xabarni anglagan hamon yetib kelib, Hazrati Aysoning oyog'iga yiqildi. Suriya o'lkasining Fanikiya degan yeri tug'ilgan Yahuda emas bu ayol Hazrati Aysodan qizidagi jinni haydab etishni o'tindi. Hazrati Ayso uningga: "Oldi bilan balla yeb to'ysun.
bolalarning nenini ishtog'i tashlab berish to'g'ri emas, dedi. Yelqi ayol buningga javoban, shundoq taqsir. Biroq ishtlomu ustal ostida bolalardan tushgan non uvoqlarini yeydi-ku, dedi. Hazrati Ayso uningga, to'g'ri aytding. Mushu so'zing uchun jin qizingdan chiqib ketdi. Endi qaytqin, dedi. Ayol uyiga qaytqanida qizining karavotda yotganligini ko'rdi. Jin uning tenidan chiqib ketgan edi. Hazrati Ayso Tir shahrining atrofidagi rayonlardan chiqib, Sidon shahri va 10 shahar rayonidan o'tib, yana Galiliya ko'liga keldi. Kishilar uning oldiga gaz ham tili eg'i bir odamni elib kelib, uning uchisiga qo'lini tekkizib saqaytib qo'yishni talab qilishdi. Hazrati Ayso bu odamni xaloyiq ichidan bir chetga tortib, uning quloqlariga barmoqlarini tiqdi va barmog'iga tukirib, uning tiliga tekkizdi. Ondan osmonga qarab, cho'nqir tinib olgandan keyin u odamga "Affata, ichil", dedi. U odamning quloqlari shu an ichilib, tili zuvonga kelib, ravrus gap qilishga boshladi. Hazrati Ayso u yerdagilarga buni hech kimga tinmaslikni buyurdi. Lekin har qancha buyurgan bo'lsa-mu, kishilar bu xabarni shuncha keng yeyivetdi. Xaloyiq intayin hayronlik ichida qolgan edi. Ular u qilgan ishlarning hammasi yaxshi. Hatto goslarning quloqlarini ichib, qochlarni zuvonga keltirdi, deyishdi.